O'rta? Og'zim qurib ketyapti, tupringni yutib olmaydi. Ya, bo'lmaydi. Ro'zing ochilib ketib qoladi. Iftordan keyin mozdek kola bilan bir 7 porsiya osh tiqaman. Ha? Yo'qol berdan, bor, yo'qol. Bo'ldi, xo'p. Kechki payt iftor qatta qilamiz, ha? Ana og'zi. ro'zing ochilib ketadi, jinnimisa? Emasmi? Yo'q. Yaxshi yigit, soatinglar necha bo'ldi? Qoch, men ro'zaman, qoch. Mana qilsa soat bor. Yambas. Started from the bottom, now we both trying to fade. İbo yutqizsang ustingdan qotib tashlayman. Bos. Erkakmisan, ha? Gapiramiz, lekin muhokama qilmaymiz. O'rtoqman, senga mana bu sumkani $50 ga oldim dedim-ku. Men o'zimni 35 ming so'mga olgan edim. Voy, jinni, men olmoqchi edim bundan. O'rtoq, Sarvar menga seni yaxshi ko'raman dedi. Voy, zo'r-ku gaplash. Yo'q, qo'rqaman. Uyimdagilar bilsa urishib berishadi. Mana qara Sarvar, yaxshi ko'rganing bormi? Yo'q. Men seni bugundan boshlab yaxshi ko'rganingman. Tush oldimga fan top berasan. Yur, tarix darsi boshlangan. Kiramiz-da, shoshma. Ey, o'tgan safar yegan shapatning esingda yo'qmi? Yur. Ko'tar. Bo'pti, keyingi darsga 18-paragraf konspekt qilib kelasizlar. Xo'p, ustoz. O'ynashni bilmasa ekanlar-ku. Men birinchi qora. Qara fantaningiz chiqibdi, dushes. Bittichi? Bor sotib ol. Yangi fantani qizg'angan do'stim, do'stligini emas, itligini bildim bugun. Au. Yana armiyaga chaqirishyaptimi? Bu safar точно ketaman. Qayerga ketyapsan? Qaytgan ham bo'lardi bankomatga. Kalbosh fantamas bo'lar ekansan, ne jigar? Zato men xizmat qilaman. Sallaga o'xshab qoch yurmayman, pulini berib qo'yib. Shilanki yutdi-yu bular. Uloq, yurvoz. Ismingiz? Salom, cho'la. Nima? Yo'lini Captiva tanimadingmi? Yo'q, xaro ko'rmayapman. Bu nima? Madimi? Ilon-ku bu. Madini ilondan kam joyi yo'q. O, soppa sog'agaz armiyaga. Godin. Men hali ketganim yo'q, men hali yo'qdaman. Kino ko'rdingmi? Oyi, aytgan qizingiz qachon keladi? Assalomu alaykum. Voy, bunisi boshqachami deyman, keldi. Oy. Yo, qaravering, ustimda kiyimim bor mana. Yo, men bolaligimdan beri erkak kishini ko'ziga qarashga uyalaman. Voy, bu qizdan sirrochli zot olib ko'paytirish kerak. Siz menga yoqdingiz. Keyingi oy gumbarra qarz qilib to'y qilaman, rozimisiz? Siz nima deysiz shu? Voy, sizlardan ota-onani fikri muhim emasmi? Ota-onam odam o'ldirib qo'yib qamalib ketishgan. O'ldirib, qamalib, to'xtang, voy, nimadir nito'sizlarda? Siz o'qiysizmi yo ishlaysizmi? Ishlayman. Qayerda? Yinovodkada. O'shaning uchun aytishgan ekanda, ko'ringaning asli ko'pir ko'rinib bo'lgani qayda? Asling kabi ko'rin yoki ko'ringaning kabi bo'l deyishgan. Mana qarang, siz shunda bitta qo'lingizda aroq quyib, bittasida kitob o'qiganmisiz? Qayerdan bildingiz? Sizni yana qanaqa yomon odatlaringiz bor? Yaxshimi, yomonmi bilmadim-ku, shu tatuirovka qurib qo'yganman. Qatingizga? Sizga ko'rinmaydi. Ha? Voy, yelkamga. Ishondi deb o'yladingiz-a shunisiga? Mana qarang, qilib yurgan ishingiz bilan yoqib olgan xarakteringiz bir-biri bilan urushib qo'yapti. Kimnidir yasab olmay yoqmaydi bolalarga. O'zi sizga qanaqa qizlar yoqadi? O'zi qanaqa bo'lsa, shunaqa ko'rsatadigan qizlar yoqadi. O'zim bo'lganimda yoqmadimi? To'rga urib survordingiz, bulbulchi. Ko'zimga unaqa qaramay, uyalib ketyapman. Xotin. Yurgin Ispaniyada. Nimaga? Ish bor yurgin. Nimaga? Yo'q, hozir. Kirmasang bo'lmaydi. Yo'q, bir kunga bir marta. Xotin yurgin, azar kelib qoldi, yur. Yur dedi. Xo'p. Qara, ot. O'tlar deyishadi. Nima qilishim? Mana daraxtdagi o'tir. Ot, yordam bering, men tomonga yur, orqamda yur. Siz o'zi hayotda ham otishni bilasizmi? Otish bilaman. Faqat hayotda o'tsa ham qamoq qo'yadi, xotin. Yonaman. 2023. 2024? Qanday o'tdi endi ana? Zo'r, chotki.
Zo'r, chotki. Bir bor yondirib kelay. Zo'r. Chotki. Ne kelyapti? Yo'q. Qalay bo'ldi? Mana nima qilib keldingsan ana yoqdan? Nima qilib kelgansan ha? To'xta. Qanday ekan? Chotki, zo'r nari yoq. Sen bu yoqqa nima qilib kelgansan nari yoqdan? Yangi yil gazda o'chirib bo'lmasin bu yil. Biz orada. Tur bugun yangi yil. Aka, bulang boshlandi. Kim onlarning qarashi bor, kim birga ko'ramiz. Sut ichib qoladi-da. Bugun bayram, bugun sut ichmaydi. Keladi qorbobo yangi yil. Orga belab yeru osmonlarni. Keladi qorbobo yangi yil. Aya nari ko'chadagi vanni katinasi bor-ku, vashi mazasi yo'q ekan. Ishqib yangi yilgacha o'lib qolmasin-da. Bo'lmasa maktab bayrami ham qishloqda karnaval ham atmay o'tib ketadi. Aka, maskam ko'sto'r kelmayapti. Nima meniki ham uzilib qoldi. Deb paxta qolmadi. Bir ko'rpalar jirtiq joyda ovada jilib ketdi, qolganiga terib beramiz. Obid bor, hamsayalarning saribkasini olib kel. Kechqurun shashlik qilamiz. Aya, shu shashlikda abidda qilib yesak bo'lmaymi? Kedi chiqsa hamsayalar kelib yeb ketadi. 12da hamma uxlagandan keyin qilamiz. Qiyish qilib qilyapsan. Aka, kili tugabdi. Bor, un bilan suv olib chiqsa, atala qilib jo'shtiramiz, bor. Obid, ertalab choy ham ichmading. Hech bo'lmasa shakar choy bilan non yeb ola qo'y. Yo'q, aya, qornim to'q. Qornim ochtirsa, kechqurun ko'proq ovqat yeyman. Chida. Yechim mama, Madonna chaynaklaringiz berib turgansizlar, ayam aytdi. Yo'q, bizning Madonna chaynagimiz yo'q qolgan. Yo'q, aya, o'tirgan uyimiz palontada turibdi, olib chiqaymi? Arvoqchi uni mehmonga ishlatamiz. Bersak uchini ketib keladi. Madonna chaynak yo'q qolgan, oyoq chiqarib ketganmi? Dadasi namozshamgacha ichib o'chib qolmang. Oqshom 12da bolalarimizga shashlik qilib berishingiz kerak. Yo'q, men вообще ichmayman. Dada, shu aroqni ichmasangiz nima qiladi? Bu yil ham shashlik yemaykanmiz-da. Yechim mama margarin berib turgansizlar, patir qilyapti.